Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan daraja kitobi bo'yicha darslarimizni davom ettiramiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz mustaqil ishlash uchun topshiriqlar qismiga kelgan edik. Avvalgi safar sinfda bajarilgan misollarni ko'rganmiz. Demak, bugun doskaga yozilgan 15 ta misollarga yechim qilamiz. Qanunni boshladik. Ikkinchi misoldan boshladik. Ikkinchi misolning S'si aytayapti. 16 ko'paytirilgan 25 ko'paytirilgan 68 qiymatini toping deb savol qo'ygan. Biz qulay ko'paytirish uchun ikkita juftliklarni hosil qilgan edik. 2, 5, 4, 25, 8, 125 va hokazolarni. Xo'p, 16, 25, 25 ning jufti necha edi bizda? 4 edi. Shuning uchun 16 ni yozaman. 4 ko'paytirilgan 4 deb ko'paytirilgan 25 ko'paytirilgan 68 ifodani oldim. Endi 4 kare 25 bizda nechani beradi? 100 ni beradi. Shuning uchun 4 ni 68 ga ko'paytiraman. Ikkinchi ishim 4 kare 68 240 plus 32. 272 ni 100 ga ko'paytirishim kerak ekan. Demak, 2 0 qo'shib qo'yaman orqasiga. 27 200 degan javobni oldim. Y'sida aytayapti 37 ni 100 mingga ko'paytirgan deb alohida tanlab olgan edim. Bu misolning sabab 10, 100, 1000 va hokazo sonlariga ko'paytirishni yana bir bor eslab ketamiz. 10 ning 1, 2, 3, 4, 5. 5-darajasi. Chunki orqasida 5 0 turibdi. Ko'paytirganda nima qilamiz? 37 ni orqasiga faqat 5 0 yozib qo'yaman. Bo'ldi. 37 1 2 3 4 5 ta 0. Natija shu bo'ladi. Keyin i'sini ham ko'ramiz. 0 ni 625541 soniga bo'lishligimiz kerak. Natija 0. Eslab qolamiz. 0 ni har qanaqangi songa bo'lsak, natija 0 bo'ladi. Yoki men aytaylik 12 1 3 1213 sonni yozdim. Buni 0 ga bo'lsam nima bo'ladi? Videoni shu yerda to'xtatib, kalkulyatorda hisoblab ko'raylik. 1213 bo'lingan 0. Biladiganlar izohda yozib ketamiz. Bu sizlarga topshiriq. Tepadagisi aniq 0 chiqadi. Pastdagisi mustaqil ishlash uchun. Kalkulyatordan foydalangan ruxsat berdim. Faqatgina shu misolga. Davom etamiz. Qulay usulda hisoblang. 3-misol. Xo'p, qanday bajaramiz? 1, 2, 3 va hokazo 15 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini toping deyapti. Dastlab nechta son borligini topib olayin men. 1 dan 15 gacha 15 ta son bor. Hop, 15 ta son bo'lsa, bular to'q ekan. Jami sonlarining soni to'q bo'ldi. Men shuning uchun 15 ni alohida ajratib olayin. Bu yoqda 14 gacha qo'shib chiqay. Juft bo'lganda menda qulayroq bo'ladi chunki. 1 ga 14 ni qo'shaman. Nechani beradi? 15 ni beradi. Qo'shaman 2 ga 13. 13 ham bo'ladi bu yerda. 2 ga 13 15 ni beradi. Qo'shaman va hokazo. 14 gacha nechta son bo'ldi? 14 ta. Ikkitasini bittadan qilib juftlayapman. Har bittasi menga 15 ni beryapti. Demak, 7 ta 15 bo'ladi ekan. 15 7 ta. Keyin oxiridagi 15 ham bor. Plus 15. Shunda jami 8 ta 15 bo'ldi. Bu 15 bilan bu degani 15 ko'paytirilgan 8. 15 ni 8 ga ko'paytirsam 120 ekan. Davom etamiz. 3-misol D'si. Xo'p, 41 dan 70 gacha bo'lgan sonlarni qo'shib chiqqan deyapti. Dastlab nechta son borligini topib olaylik. 70 dan ayiraman 41 ni. Qo'shaman 1 ni. Mana shu nechta son borligini bildiradi. 41 va 70 gacha yozilgan sonlar nechtaligi. Xo'p, ayirsak, birinchi birni qo'shay 71, 71 dan 40 ni ayirsam 30 ekan. 30 ta son bor ekan demak. Sonlarim juft. Shuning uchun boshiga oxirini qo'shib ketaveraman. Qo'shsam 70 ga 41, 111, qo'shilgan 111, qo'shilgan va hokazo bo'ladi. 111 qo'shamiz yana. Nechta bo'ldi? Juftligim 30 ning yarmi. 15 ta. Shuning uchun tenglayman. 111 ko'paytirilgan 15. Xo'p, 111 ni 15 ga ko'paytirsak, 111 ko'paytirilgan 15. Ustun shaklda ko'paytiramiz. 5 5 5 1 ga ko'paytirsam 1 1 1 teng ekan. Natijam 5. Xo'p, 5 ga 1 6 keyin yana 1. 1665 ekan. 3-savolning D'sidagi javob. Davom etamiz. F. Bizga misol bergan 2027 minus 2026 qo'shilgan 2025 va hokazo shu ketma-ketlikda ketmoqda.
Nechta sonim bor bu yerda? 1 dan 2027 gacha. Xo'p, nechta ekan jami? 2027 ta son bor ekan. Bu nima degani? To'q bo'ldimi sonlarim hozir bu yerda. Men davom etkazib qo'yay, mana shunga minus ayiraman 0 ni. Teng. Endi nima bo'ldi? 0 dan 2027 gacha juft bo'ldi jami sonlar. Nechta son bor? 2028 ta son bo'ldi. 0 ni ham qo'shib qo'ydim chunki. Endi 0 ni ayirganim bilan qiymat o'zgarmas edi. Xo'p, 2027 dan 2026 ni ayirsam nechani beradi? 1. 2025 ni 2024 ni ayirsam 1. 2023 dan 2022 1. 3 dan 2 ni ayirsam 1. 1 dan 0 ni ayirsam yana 1. Qo'shilgan nechta birim paydo bo'ldi? 2028 ning yarmi, ya'ni har ikkita juftligim bittadan birni hosil qilmoqda. Shuning uchun 2028 ning yarmi 1014 ta bir paydo bo'ldi. Natijam ham 1014 ekan. 1014 ta birning yig'indisi. Davom etamiz. 6-savolga keldik. Kutubxonadagi har bir javonda 9 ta tokcha bor. Har bir tokchada 16 dan kitob turadi. Demak, agar bunday javonlardan 4 ta bo'lsa, kutubxonada jami nechta kitob bor? 4 ta kitob javon bor ekan. Har bir kitob javonimda 9 ta tokcha bor ekan. Demak, jami nechta tokcha bor? 4 kere 9, 36 ta tokcha bor. Har bir tokchada 16 tadan kitob turadi. Uni yana 16 ga ko'paytiramiz. Shunda jami nechta kitob borligi kelib chiqadi. 4 kere 16 64. Xo'p, 64 ni 9 ga ko'paytirsak nechani beradi? 69 ga ko'paytirsak 540. 4 ni 9 ga ko'paytirsam 36. 540 ga 36 ni qo'shsam 576 ta ekan. Davom etamiz. Bir do'kon har kuni 5 ta to'plam shirinlik sotadi. Har bir to'plamda 4 turdagi shirinlik bor. Har bir turdagi shirinlikdan 3 tadan bo'lsa, do'konda 10 kunda jami nechta shirinlik sotadi debdi. Do'kon 10 kunda jami nechta shirinlik sotadi? Xo'p, bir do'kon har kun 5 ta to'plam shirinlik sotadi. Demak, 5 ta to'plam shirinlik. Har bir to'plamda 4 turdagi shirinlik bor. Jami ko'paytirsak 20 turdagi shirinlik bo'ladi. Har bir turdagi shirinlikdan 3 tadan bo'lsa, xo'p, har bir turdagi shirinlikdan 3 tadan yana 3 ga ko'paytiramiz. Keyin do'konda 10 kunda. Bu 1 kunlik savdo bo'lishi, shuning uchun 10 kundaligini so'rasa 10 ga ko'paytiramiz. Teng 5 kere 4 20, 3 ga ko'paytirsam 60, 60 ga ko'paytirsam 600. 10 kunda jami nechta shirinlik sotadi? 600 ta shirinlik sotadi ekan deb javob beramiz. Davom etamiz. Qulay usulda hisoblang. 9-savol. Xo'p, yana juftliklardan foydalanamiz. 4 ni 25 ga ko'paytirsam 100, 8 ni 125 ga ko'paytirsam 1000. Demak, 100 va 100 ni 1000 ga ko'paytirish kerak. 100 ming ekan natijam. Ketdik. 48 ni 125 ga. 48 nima degani? 6 ko'paytirilgan 8 degani. Ko'paytiraman 125 ga. Nima bo'ladi endi? 8 kere 125 1000 ni beradi. 1000 ni 6 ga ko'paytirsam 6000 chiqadi ekan natijamiz. Davom etamiz. J'si. Xo'p, 74 ko'paytirilgan 34 qo'shilgan 74 ko'paytirilgan 27 ayrilgan 74 ko'paytirilgan 51. Bizda umumiy ko'paytuvchi bor. O'shani qavsini tashqariga olib chiqsam bo'ladi. Menda paydo bo'ladi 74 umumiy ko'paytuvchi. Qavsini chiqarib yuborsam 34 qo'shilgan 27 ayrilgan 51. 34 ga 27 ni qo'shsam 57 plus 4 61. 61 dan 51 ni ayirsam 10. Demak, 74 ko'paytirilgan 10 paydo bo'ldi. Bizda 740 natijani olaman shunda. Davom etamiz. P'sida aytayapti. Hop. 47 ko'paytirilgan 23 qo'shilgan 77 ko'paytirilgan 67. Umumiy ko'paytuvchi 47 bor ekan bizda. Qolganlarda umumiy ko'paytuvchi ko'rinmayapti. Shuning uchun 47 ni qavsini tashqariga chiqarsam 47 ni chiqarsam nima paydo bo'ldi menda? 23 plus 77. 77. Nimani beradi bu? 77 ga 23 100 ni beradi. Demak, bu yergacha qiymatim nimaga teng bo'ldi? 100 ko'paytirilgan 47 ga. Endi men 100 ko'paytirilgan 47 qo'shilgan 100 ko'paytirilgan 67 ifodam turibdi. 100 ni olib chiqib ketaman. Qavsini tashqari 100 ni olib chiqib ketsam 47 qo'shilgan 67 ifoda qoldi. Bu yergacha hisobladim endi men. 47 ga 67 ni qo'shsam 100 114.
Xo'p, bu yoqda ham 100 bor edi ekan. Birato'la uni ham olib chiqib kelsak bo'lar edi. Buni ham olib chiqib ketdim. Yana bitta 100 paydo bo'ldi. Olib chiqib ketsak 100 ni. Xo'p, ayrilgan 25 qoladi bu yerda. Mana 25 oxirigacha hisobladim. Qo'shsak, xo'p, 47 ga 67. 114, 114 dan 25 ni ayirsam, 114 dan 20 ni ayirsam, xo'p, 94 bo'ladi. 94 dan 5 ni ayirsam 89. Demak, 89 ni 100 ga ko'paytirishim kerak. 89 orqasiga 2 ta 0 yozib qo'yaman. 8900 natijani oldim. Davom etamiz. Keyingi savol. Xo'p, hozir qaysini ko'rdik? 9 ni ko'rdik. 9 dan keyin 12 ekan. 12-chi savol. Aytyapti. Bir qatoriga 33 burchak qo'yilgan va ular rasmiy ko'rsatilgan oq va qora ranglarga bo'yalgan. Mana shu yerga 33 burchak qo'yilgan ekan. Oq va qoraga bo'yalib ketdi. Ikkita qora, bitta oq, ikkita qora, bitta oq, ikkita qora, bitta oq. Takrorlanish nechtada bo'lyapti? Har 3 tada takrorlanyapti. Hop, bu yerda qora uchburchaklar oq uchburchaklar nechtaga ko'p? Hop, bu yerda jami 30 ta uchburchak bor. 30 ta. 30 ta uchburchagim bo'lsa, ulardan nechtasi oq? Ya'ni 3 tada takrorlanyapti. 3 ga bo'lsam 10 tasi oq ekan. 30 bo'lingan 3 teng 10 ta oq. 2 tadan bo'lyapti qoralar. Har bitta oqimga demak 20 ta qora. 10 ta oq bo'ldi javobimiz. Davom etamiz. 14-savol. Quyidagi qo'sh jadvaldagi figuralar o'rniga mos bo'lgan sonlar yig'indisini toping deyapti. Bizdan bu yerda aylana berilgan, bu yerda 4 burchak, bu yerda 3 burchak berilgan. Shu sonlarni topishligim kerak qo'sh jadvaldan foydalanib. Ketdik, jadvalni to'ldiramiz. Xo'p. 18 ga qaysini qo'shay? 18 ga 10 ni qo'shsam, bu yerda necha paydo bo'ladi? 28. Endi bu yerdagi ma'lumotni ham topsam bo'ladi ekan men. 19, 39. 39 xo'p, 19 ga qaysi sonni qo'shsam 39 paydo bo'ladi? Bu yerda 20 turadi. Endi 20 ga qaysi sonni qo'shsam 56 bo'ladi. Demak, aylanamning qiymati nechaga teng ekan? 20 ga 36 ni qo'shsam 56 paydo bo'lar edi. Endi davom etamiz. Xo'p. 36 ga qaysi sonni qo'shsam 43 paydo bo'ldi. Yoki bo'ladi 43. 36 ga 7 ni qo'shsam 43 paydo bo'ladi. 43 ayrilgan 36 dan kelib chiqadi. Shunda 10 ga xo'p, 19 ga 7 ni qo'shsam nechini olaman? 26. 10 ga 7 ni qo'shsam 17. Bizdan so'ragan quyidagi shakllar yig'indisini toping deb. Mos keluvchi sonlarning 36 qo'shilgan 26 qo'shilgan 17 ni so'rabdi. Shunda qo'shamiz. 56 plus 6 62, 62 ga 17. 62 qo'shilgan 17 teng 79 ekan natijamiz. Shakllar yig'indisi 79 ni berdi. Xo'p, 18-savol aytyapti. Xo'p, teskari uchburchak yozilgan teng a ko'paytirilgan b qo'shilgan a qo'shilgan b qo'shilgan 3 ekan. A to'g'ri uchburchak b, a b ayrilgan a ayrilgan b plus 1 ekan. Tenglik o'rinli bo'lsa 2 teskari uchburchak b, 7 uchburchak b, 7 uchburchak 3. Xo'p, yana uchburchak 4 ni ifodaning qiymatini toping debdi. Bu yer 5 edi. Xo'p, hisoblaymiz. Bu nima degani? 2 uchburchak 5 ni teskarisi. Mana uni amallarini bajarishim kerak. Ya'ni 2 ni 5 ga ko'paytiraman. 2 ga ko'paytirilgan 5. Qo'shaman 2, qo'shaman 5, qo'shaman 3. Mana shu natijani olaman. Shunda 2 kara 5 10, 12, 17. 17 ga 3 ni qo'shsam 20 ekan. Buning qiymati 20 ga teng chiqdi. Buning qiymati 7 uchburchak
7 3 burchak 3 nimaga teng bo'ladi? Teng. Xo'p, ketdik. 3 burchak 3. A ko'paytirilgan B. 7 kara 3. Ayrilgan 7, ayrilgan 3, qo'shilgan 1 ekan. Xo'p, 7 kara 3 21. 21 dan 7 ayrilgan 3, ya'ni 10 bo'ladi. Bu kelasi 10 ni ayirsam 11 plus 1 12 ni oldim bu yerdan. Demak, buning qiymati 12 ga teng ekan. O'rtada minus turibdi. Ayirsam nechini beradi? 8. 8 dan keyin 3 burchak, 8 3 burchak 4 ni hisoblashligim kerak ekan. Ketdik yana. 8 kara 4 ayrilgan. Xo'p, 8 ayrilgan 4 qo'shilgan 1 bo'lib qoldi. Mana shu qolipga solyapman. Nechini beradi endi qiymatimiz? 8 kara 4 32. 32 ayrilgan 8 ayrilgan 4 12 bo'ladi. 32 dan 12 ni ayirsam, hop yozib qo'yaylik, plus 1 teng. 32 dan 12 ni ayirsam 20 plus 1 21 ekan natijamiz. Demak, umumiy natijam 21 ni berdi. Mana shu ifodaning qiymati 21 ga teng ekan. Davom etamiz. 19 aytyapti. 1 2 3 5 8 3 1 va hokazo. Chek sonlar ketma-ketligi 3-sondan boshlab quyidagicha qoniyatga bo'linadi. Qoniyat bor ekan. Har bir son o'zidan olingan ikkita son yig'indisining oxirgi raqamiga teng. Bu nima degani? 1 ga 2 ni qo'shsam 3, 2 ga 3 ni qo'shsam 5, 5 ga shuni qo'shsam 8. Xo'p, 8 ga 5 ni qo'shsam 13, 3 ni olaman, oxirgi raqami. 3 ga 8 ni qo'shsam 11, oxirgi raqam 1 ni olaman. Shu qoniyat bo'yicha takrorlanyapti. Yozib chiqamiz. Xo'p, bizdan so'rayotgan ketma-ketlikning 2019-sonini toping deb. Ketma-ketlikning 2019-sonini toping. Qani, qanday ishlaymiz ekan? Men qoniyat bo'yicha takrorlanyapti bu sonlarim. Shuning uchun iloji boricha ko'proq yozishga harakat qilaman. Qachongacha? Qaysi sondan boshlab takrorlanadi? O'sha songacha yozib ko'raylik. Ketdik. 1 2 3 5 8 3 1 4 5 9 4. 9 ga 4 ni qo'shsam 13, 3 ni yozaman. 4 ga 3 ni qo'shsam 7. Xo'p, 3 ga 7 ni qo'shsam 10, 7 ga 0, 7, 0 ga 7. 7 7 ga 7 14, 4 ni yozaman. 7 ga 1, 7 ga 4 11. Xo'p, 4 ga 1 5, 1 ga 5 6, 5 ga 6. 5 ga 6 11, 6 ga 1 7, 7 ga 1 8, 8 ga 7 15, 5 ni yozaman. 8 ga 5 13, 3 ni yozaman. 5 ga 3 8, 8 ga 3 11, 8 ga 1 9, 9 ga 1 0, 10 ni 0, 9 ga 0 9, 0 ga 9 9, 9 ga 9 18. Hop, 8 ga 9 8 ga 9 17, 8 ga 7 15, 8 ga 7 15, 7 ga 5 10. Hop, 7 ga 5 12, ikkisini yozaman. 5 ga 2 7, 2 ga 7 9, 9 ga 7 16. Hop, 6-sini yozamiz. 6 ga 9 15, 5 ga 6 11, 1-ni yozaman. 5 ga 1 6, 1 ga 6 7, 6 ga 7 6 ga 7 13, 3 ga 7 0. Hop, 3 ga 7 0. 0 ga 3 3, yana 3, 3 ga 3 6. Hop, 3 ga 6 9, 6 ga 9 15, 5 ga 9 14, 4-ni yozaman. Bu yoqqa o'tamiz. 5 ga 4 9 bo'ladi. 5 ga 4 9, 9 ga 4 13. Hop, 3 ga 9 12, 3 ga 2 5, 2 ga 5 7, 5 ga 7 12, 7 ga 2 9, 2 ga 9 11, 9 ga 1 0, 1 ga 0 1. Hop, 0 ga 1 1, 1 ga 1 2, 1 ga 2 3, 2 ga 3 5, 5 ga 3 8 va hokazo davom etadi. Ya'ni takrorgacha topib oldim men bu yerda sonlarni. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 8 va hokazo. Mana shu joydan boshlab takrorlanib ketdi. Endi hisoblayman, nechta sondan keyin takrorlandi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ta sondan keyin yana takrorlanib ketadi ekan sonimiz. Shuning uchun men 2019 ni bo'laman 60 ga. 60 ga bo'lsam, menga qoldig'i muhim. Xo'p, 200 ni ichida 3 ta bor, 180. Ayirsam 1, xo'p 21 ekan. 219-da yana 3 ta bor. Ayirsam 180 ni teng 9, 39 qoldi. Xo'p, demak 39 qoldi. Bu degani 33 marta yoziladi mana shu sonlar, ketma-ket birgacha, yana ketma-ket birgacha va hokazo. Keyin 33 marta yozilganda keyin yana boshdan boshlanadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deb 39-sonni topishim kerak edi. Men sanaganimda 40-savol 1 edi, 40-sonim 1 edi. Shuning uchun 40 dan oldingi bitta son 39, 5. Javob beraman. Ketma-ketlikning 2019-soni teng ekan 5 ga deb. Xo'p, sizlarga bitta yangiligim bor. Men ushbu kitobga yechimlarni quyidagi daftarimga yozib ketyapman. Iloji boricha to'liqroq yozishga harakat qilaman. Bitta ikkita o'xshash savollar tashlab ketilgan. Xo'p, bularni qayerga tashlayman yechimlarni? Quyidagi Telegram kanalga daraja kitobining qo'lyozma, ya'ni daftardagi yechimlarni ham tashlab boraman. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosamiz va YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yamiz. Shu bilan darsimiz tugadi.